Ulamo aytadi. Avomni nafl ibodatidan, avom degani hech narsani bilmaydigan odam degani. Nafl ibodatidan, haligi tungi o'qigan namozlardan, boshqa nafl ibodatidan olimni uyqusi afzal degan ekanlar. Olim odamni uxlab yotishi omi odamni o'qiyotgan nafl ibodatidan afzal. Birodarlar, ilm berilgan zotlarning darajotlari baland bo'lar ekan. Ana shunga intilaydik ekan. O'zaro bahs, munozaraga emas, ilmga intilaydik ekan. Allohim bizga ham ilm bergin. Allohim bizni ahllarimizga ham ilmni ziyoda etgin. Allohim albatta sen aytganingdek ilm berilgan zotlar bilan ilm berilmagan zotlar teng bo'lmaydilar. Allohim bizni ilm berilgan zotlarni qatorida qilib qo'ygin.